Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ilm xazinasi. Muftiy Nuriddin domla Xoliqnazarov hazratlarining rasmiy islomiy kanali. Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram aziz muxlis va muxlisalarimiz, siz azizlar bilan ijtimoiy muammolar, ijtimoiy odoblar haqida turkum suhbatlarimizni davom ettirib, xususan bugun ojizalarimiz, zaifa opa-singillarimizga bir eslatma ma'nosida ayollarni erlari oldidagi burchlari haqida gaplashmoqchimiz. Men o'ylaymanki, bugun ushbu suhbatimizni ko'plab muxlisa, mu'mina bo'lgan opa-singillarimiz eshitib, bunga o'zlariga kerakli xulosani oladilar va shu o'rinda men barcha opa-singillarimizdan, mo'tabar onalarimizdan uzr so'rab aytmoqchimanki, bu aytilayotgan gaplar, bu nasihatlar men ichimdan to'qib olgan yoki biror bir joydan o'zim o'zlashtirgan emas, balki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning gaplari 1400 yoshdan o'tgan shariatimizning gapi deb qabul qilasizlar. Shuning uchun biroz sizlarga qo'porlikdek ko'rilsa, bizni uzrimizni qabul qilib, balki bundan o'zingizlarga yarasha bir xulosalarni qilasizlar degan umiddaman. Zero biz uchun dunyoda eng qadrli zotlar bu ayollar ekanligini, onalar ekanligini, jufti halollarimiz ekanligini, qiz va opa-singillarimiz ekanligini bot-bot sizlarga takrorlab aytdik. Lekin mu'mina, muslimalar o'zlarini burchlarini bilib olishlari lozim bo'ladi. Islomda ayollarni erkaklar oldidagi burchlari, vazifalari nihoyatda yuqori. Ayniqsa erkak kishini ayollar oldidagi haqlari juda ham ulug'. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalaridan birlari bir kuni boshqa bir millat, boshqa din vakillari tomonga safarga borganda, u yerdagilar o'zlarini rahbarlariga, o'zlarini xo'jalariga sajda qilib salomlashar ekanlar. Haligi sahoba buni ko'rib aytdilarki, bular bir majusiy bo'lsa-yu, shuncha hurmat qilar ekan, biz ham shunday qilishimiz kerak, shunda chiroyli bo'ladi deb o'zlaricha fikr qildilarda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, u zotga mana shunaqa qilib salom berdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima qilyapsan deydilar. Men o'sha majusiylarda o'zlarini rahbarlariga, o'zlarini hukmdorlariga mana shunday salomlab sajda qilganini ko'rdim deydilar. Payg'ambarimiz alayhisalom bundan qattiq qaytardilar. Odamga bunaqa sajda qilishi mumkin emas dedilar.